Oila a'zolaringizga atrof bormoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. O'zbekiston Respublikasi bojxona qonunchiligida o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun chet eldan atrof kirish miqdori barchasi ayon bo'ldi. Bunda siz O'zbekiston hududiga chet davlatdan qancha miqdorda atrof kirishingiz, ularning soni, ularning grammi qancha bo'lishi kerak va qaysi turda olib kirishingiz barchasi ko'rsatilgan. Buni sizga qisqacha qilib tushuntirib o'taman. O'zbekiston hududiga chet davlatdan atrof kirayotganingizda siz 300 mg dan oshmagan miqdorda va 3 donadan oshmagan miqdorda atrof kirishingiz mumkin va bularni ham 3 xil turda olishingiz shart. Masalan, Miss Dior yoki Chanel yoki Dolce Gabbana qilib 3 xil turdagi atirlarni olib kirishingiz mumkin. Va ular hech qanday sizga cheklovlarsiz olib kirishingizga ruxsat etiladi va deklaratsiya to'ldirish shart emas. Bundan boshqa bo'ladigan kerakli ma'lumotlar barchasi sizlar uchun yetkazishda davom etamiz. Kommentariy va like bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Va sizlarni qanaqadir savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiring. Biz esa sizlar uchun barchasi haqida to'liq ma'lumotlar yetkazishda davom etamiz. Qanotar aviakassasi jamoasi sizlar bilan.